Agar maza qilib ovqatlarni tez va oson ozishni xohlasangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Maza qilib ovqatlarni va oson vazn tashlash uchun ertalab nonushtangiz yog'li, kechki ovqatingiz oqsilli bo'lishi kerak. Ya'ni ertalab nonuštangizda siz qattiq sirlarni, sariyog'larni, avokadoni qo'shishingiz kerak. Bu tabiiy foydali yog'lar hisoblanadi. Foydali yog'lar ratsionda bo'lishi o't suyuqligi yaxshi ishlab, hazmning yaxshilanishiga sababchi bo'ladi. Agar hazmingiz yaxshilanadigan bo'lsa, oshqozon ichaklaringizda yig'ilib qolgan ortiqcha shlaklardan oson xalos bo'lasiz. Bu esa qorningizdan tezda xalos bo'lishingizni ta'minlaydi. Kechki ovqatingiz oqsilga boy bo'lishi kerak. Ya'ni siz agar uglevod yeydigan bo'lsangiz, masalan, oddiygina olma yoki ozaman deb qattiqqa suxari qo'shib iste'mol qiladigan bo'lsangiz, och holatda uxlaysiz va ertalab turganingizda ochlik sizni tark etmasdan keyingi kun ortiqcha kaloriyalarni iste'mol qilib qo'yishingiz va shirinlikka bo'lgan ehtiyojingiz yana ham ko'payib ketishi mumkin. Shuning uchun kechki ovqatingiz oqsilli, ya'ni tovuq grudinkalari yoki bo'lmasa bedana go'shtlar yoki tovuq tuxumlarini qo'shib qanaqadir salatlar yoki oqsilga boy taomlar iste'mol qiladigan bo'lsangiz, keyingi kun ortiqcha kaloriyalarni iste'mol qilishingiz shuncha kamayadi. Shu va shunga o'xshash ozish jarayonidagi 5 ta xatoliklarni bilib olishni xohlasangiz, yopiq Telegram kanalimga o'tish uchun esa kommentariyada 5 raqamini qoldiring.